Mahmud Qashqari, Olamshumul Uyg'ur olimi, Turk tili divonining muallifi, donliq tilshunos turklug, buyuk Qaraxoniylar davlatining shahzodasi Mahmud Qashqari. Ordukent Qashqarning g'arbiy janubiga 45 kilometrcha keladigan Opal yezisi Sultan Bog'ning uzoq kenti degan joyda taxminan 1800-yili dunyoga kelgan. Mahmud Qashqarining to'liq ismi Mahmud bin Husayn bin Muhammaddir. Mahmud Qashqari Sutuq Bug'raxonning navrisi Harun Bug'raxon, ya'ni bu Sutuq Bug'raxonning o'g'li Sulaymon Arslanxonning o'g'li bo'ladi. O'g'li Yusuf Qodirxonning navrisi edi. Yusuf Qodirxonning Bug'ra tekin, ya'ni Sulaymon Arslanxon. Yag'an tekin, ya'ni Muhammad Bug'raxon. To'g'rul Qaraxon, ya'ni Muhammad Xon ismli 3 o'g'li bo'lib, Mahmud Qashqari bovisi Yusuf Qodirxonning o'ttiranchi o'g'li Yag'an tekin, ya'ni Muhammad Bug'raxonning cho'ng o'g'li Husaynning balasi edi. Shundaq bo'lganda, Mahmud Qashqari Husaynning otasi Muhammad Bug'raxonning navrisi, Yusuf Qodirxonning avrisi, Harun Bug'raxonning chavrisi, Sulaymon Arslanxon, ya'ni Sutuq Bug'raxonning o'g'li ning pay navrisi, Sultan Sutuq Bug'raxonning ko'kun navrisi bo'ladi. Anasi Bibi Roiba xonim bo'lib, dadisi zamonasidagi ma'rifatparvar zotlardan birisi bo'lgan Xo'ja Sayfiddindir. Mahmud Qashqari dastlabki ta'limotini fazilatlik va o'qimishliq anasi Bibi Roiba xonimdan oladi. Keyin o'z yurti Opaldagi diniy madrasalarda o'qiydi. U Qaraxoniylar davlatining bir shahzodasi bo'lg'achqa, oilasidan boshlabla nihoyatda yaxshi tarbiyalanganligi uchun kichkidan boshlabla nihoyatda aqlliq, esil sifat odam bo'lib o'sib yetiladi. Keyin Qashqarda Madrasa-i Hamidiya va Madrasa-i Sochiyalarda Shayx Imom Ibn Xalif ismli olimdan dars oladi. Ayni chog'da bu oliy bilim yurtida dunyoga tanilgan Uyg'ur olimlari dars beradi. 11-asrda o'tgan Uyg'ur tarixchisi Abdujabbor Kashfariyning otasi Imom Zohida Husayn Xalif o'g'li bu bilim yurtida dars o'tgan edi. Mahmud Qashqari arab, Faris tillarini o'z ona tilidek mukammal bilganlikdan tashqari grammatika, logika, tarix, jug'rofiya, astronomiya, tibobatchilik, ilmiy nujum qatorliqlarni nihoyatda puxta egallagan edi. Mahmud Qashqarining bilim egallab kamolatga yetgan toza navqiron vaqtida Qaraxoniylar davlatining ichki qismida huquq talashish ko'rishi boshlanadi. Mahmud Qashqari milodining 1057-yili Qaraxoniylar davlatining poytaxti Qashqardagi xon ordisida yuz bergan qonliq suiqasdda omon qilib, Qashqardan maxfiy ayrilishga majbur bo'lib, xeyli sarsonliqni beshidan kechirib, oxiri Bag'dodga borgan. U qonliq suiqasd mundaq boshlangan. Milodining 1056-yili Sharqiy Qaraxoniylar davlatining xoqoni Sulaymon Arslanxon, ya'ni 1210 dan 1212gacha o'z ukisi Muhammad Bug'raxon, ya'ni Mahmud Qashqarining cho'ng dadasi tarafidan o'ltiriladi. Muhammad Bug'raxon xoqon bo'ladi. 15 oydan keyin Muhammad Bug'raxon xonliq taxtini cho'ng o'g'li Husayn, ya'ni Mahmud Qashqarining dadasiga o'tkazib bermoqchi bo'ladi. Taxtni Husaynga o'tkazib berish murosimidagi ziyofatda Husaynning o'gay onasi, ya'ni Muhammad Bug'raxonning kichik xonishi Muhammad Bug'raxon va Husayn qatorliq xoqon
vazir va shahzodalarni zaharlab o'ltirdi. Mana bu suiqasdda Mahmud Qashqarining dadisi 7 nasib qarindoshlari bilan birga zaharlanib o'ltirildi. Kichik Xonish o'z o'g'li Ibrohim Tekin, ya'ni Husaynning dadi bir, ana boshqa fuqisi Qaraxoniylar taxtiga chiqdi. Mana shu qonliq voqeada omon qolgan Mahmud Qashqari o'rnidan maxfiy ayrilib, dastlab Mavara Unnahriga, g'arbiy Qaraxoniylar territoriyasiga keladi. Keyin Bag'dodga boradi. Mahmud Qashqari boshqa xon urug'larini hurmatligichi kishilarning yordami bilan yoshirinib yurib, Mux yo'li, Qush yo'li orqali chegaradan chiqib, hayotining 15 yilini Türk tilida so'zlashadigan barliq xalqlarning alohidliklarini kuzatib, ularning tarixiy, jug'rafiyalik o'rnini, qabilasining o'rni, qabila nomi, til va yeziqlari qatorliq gavdalik alohidliklarini kuzatib, tadqiq qilishga sarf qilib, mukammal bir cho'ng so'zlik uchun material to'playdi. Mahmud Qashqari bu jarayondagi kechirmishlarini o'z asrida shundoq bayon qiladi. Men shu turklarning eng so'zmanlaridan, fikrini eng ro'shan bayon qila oladiganlaridan, eng zeraklaridan, eng asosli qabilaga mansublaridan va jang ishlarida mahir nayzivozlardan bo'lib turuqliq ularning shahar va sahrolarini boshdan oxiri kezib chiqdim. Turk, Turkman, Oğuz, Chigil, Yağma, Qirg'izlarning so'zlari va qofiyalarini aniqlab chiqib, ulardan foydalandim. Shuning bilan ularning har birining tili mening dilimga nihoyat yaxshi o'rinlashdi. Ularni puxta ratlab, obdan tartibga silib chiqdim. Qonliq siyosiy o'zgarish bilan taxtni tortib olgan Ibrohim Qaraxoniylar davlatining taxtida olahazal 1 yilgacha o'ltira olgan. Onasining quturtishi bilan Ibrohim o'zining qonunliq o'rnini e'tirof qilishga unumagan. Barsxon Amir Inol Tekinga hujum qilgan va urushda yengilib o'lgan. Mahmud Qashqari butkul jamoatining qotili, raqibi o'lgandan keyinmi taxt talishishga qatnashmay, hatto yurtiga qaytib kelmay, barliq zehnini turkiy tillarini tadqiq qilishga atagan. U borganligi yerda bir mezgildan turib, ilmiy tekshirish orqali qo'lga keltirgan turk tiliga aloqador materiallarni shu zamonlardagi eng ilg'or usulda tadqiq qilgan. Bu divonni tuzitib chiqishdan ilgariki ko'p taraflamalik materiallarni to'plagan. Paris va arab tillarida yozilgan tilshunoslikqa munosabatlik turk asarlarini ko'rib chiqqan. Bo'libmi tafsir, hadis, fiqhi, ya'ni qonunshunoslik qatorliq islomshunoslik bilimlarini puxta egallagan. Mahmud Qashqari o'qish jarayonida nihoyatda yaxshi o'qiganligi sababli uning keyingi hayotida keng turk xalqi zaminlarida elib borgan tadqiqoti va faoliyatlari intayin ahamiyatli o'tdi. U 1072-yilining boshlarida savdogarlikka agishib Buxorodan buyuk Selçukluq davlati homiyligidagi Bag'dodga yetib keladi. Milodi 945-yili Ironlik Shii mazhabidagi Buvayhiylar xonligi Abboslar xalifaligining poytaxti Bag'dodni ishg'ol qilib oladi. Shuningdan keyin Abboslar xalifaligi Buvayhiylarga qaram bo'lib qoladi. Abboslar xalifasi Al-Qohim bi-Amrulloh Buvayhiylardan qutulish uchun buyuk Selçuklu davlatining sultoni To'g'rul Beg, ya'ni 990-yilidan 1063-yilgacha din yordam so'raydi. To'g'rul Beg Buvayhiylarni mag'lub qilib 1055-yili Bag'dodga kirdi. Sultan To'g'rul Beg Abboslar xalifasi
islom olimlari va musulmon xalq tarafidan favqulodda qizg'in qarshi elinadi. To'g'rul Bey Abboslar xalifaligini qoidadan tartibga silib, yangidan qurib chiqadi. Abboslar xalifaligining xalifasi 1058-yili 1-oyning 25-kuni To'g'rul Begning islom xalifaligi qilgan xizmatlari uchun uni sharqiy va g'arbning hukmdori, ya'ni dunyoning xoqoni deb jakarlaydi. Bu tarixdan e'tiboran Türk millatlari yuksak hurmatga erishidi. Shuningdan boshlab, xalifa faqat diniy jihatdagi rahbarlik o'rnini saqlab qolgan. Xalifalikning boshqa barliq huquqi turklarning qo'lida bo'lgan. Turklarning bu oltin davrda islom dunyosining hamma joylarida turklarning gepi gap bo'lib, alohida hurmatga sazovor bo'lgan. Bu davrda turkiy tili arab tili bilan baygiga tushgan ikki otga o'xshash tang chepib ketayotdi. Mushundaq siyosiy ehtiyoj, iqtisodiy sharoit va madaniy muhit arab hukmron doiralarini, siyosat, madaniyat arboblarini, hatto aholining ba'zi qatlamlarini turkiy tilini o'rganishga hojatmand qilgan. Mahmud Qashqari 15 yillik hayotida to'plagan materiallarni ratlab chiqib, hijriy 464, ya'ni milodiy 1072-yili 5-oydan boshlab dunyoviy mashhur asri Türk tili divanini yezishni boshlab 1074-yili tamomlagan. U bu asrni yezib bo'lgandan keyin 4 qitim ko'zdan kechirib, puxta tahrirlagandan keyin o'zining qaysi yurtga mansub ekanligini bildirish yuzasidan taxallusiga Qashqari degan nomni qo'llanishni zarur ko'rdi. Shundoq qilib, Mahmud Qashqari Turkiy tillar divani ismli bu katta asrini hijriy 467, ya'ni milodiy 1075-yili Abbosiylar xalifaligining 27-xalifasi xalifa Muhammad o'g'li Obul Qasim Abdullah Muqtadi Bi'amrullahga taqdim qiladi. Mahmud Qashqari Türk tillar divanining kirish so'zida mundaq deb yozadi: "Men Tangrining davlat quyoshini Türklar burjida tug'dirganligini va falaknimi shularning zimini ustida cho'gilatganligini ko'rdim. Tangri ularni, ya'ni Türk deb atadi va saltanatga ega qildi. Davrimizning qolganlarini Türklardan qilib, zamon ahlining ixtiyor tizginini shularning qo'liga tutqizdi. Ularni insonlarga bosh qildi. Haq ishlarda ularni qo'lladi. Ular bilan bir sapda turib kurash qilganlarni aziz qildi va turklar tufayli ularni hamma tilaklarga erishtirib, yomonlarning ziyonkashligidan saqladi. Turklarning o'qidan saqlanish uchun ularning yo'lini mahkam tutish har bir aql egisiga loyiq va munosib ish bo'lib qoldi. O'z dardini aytish va turklarga yiqish uchun ularga turk tilida so'zlashishdan yaxshiroq yo'l yo'q. Türk tili divani yolg'iz turk tilini arablarga bildirish uchun yozilgan sop so'zlik bo'lmasdan, balki turklarning etnografiyasi, tarixi, joylashgan o'rinlari va logika, astronomiya, yezi egilik, tibobatchilik, urush qoidalari, shuningdek turk adabiyotining javharlarini o'z ichiga olgan. Taxminan 7500 dan ko'p so'zlik, ya'ni so'z va so'z ibora kirgizilgan. Dunyoda yana bir o'xshi tepilmaydigan, to'limi qimmatlik, mukammal qomus bo'lib sanalindi. Biz Türk tili divanidan Uyg'urlarning jumladan
Türk millatlarının buningdan 1000 yil burunqi chog'dan tortib yuksak saviyada taraqqiy qilgan madaniyatlik millat ekanligini, harbiy yurish zaruriyati bilan butun qabila askar bo'lmasdan, balki muntazam qo'shin borliqqa kelganligini, harbiy taktikasini tadqiq qilguvchi urush olimlari va urush san'ati o'gitadigan maxsus mashqovullarning bo'lganligini, shundaqla selishtirma tilshunoslik Yevropada 19-asrda boshlangan bo'lsa, bu kasbning Mahmud Qashqari orqali Uyg'urlarda buningdan 8 asr burun vujudga kelganligini, erlarining yipak raxtdan ishlangan qo'lyog'liq ishlatadiganligi, dazmol ishlatadiganligi qatorliq nurg'un ahvollarni bilib olaymiz. Asardagi so'z jumlalardan berilgan o'rnaklardan u davrga oid qadimki Uyg'ur tilining ahvolini o'rganibla qolmay, Uyg'urlarning qadimki tarixi, adabiyoti qatorliqlarni bilib olaymiz. Türk tili divonining tepilishi. Mahmud Qashqarining Türk tili divoni ismli bu qimmatli kitobi keyingi asrlardagi 700 yil atrofida izdiraksiz g'oyib bo'lib ketadi. Mushundaq bir asarning borlig'ini kishilar anglagan bo'lsa-mu, ammo 1914-yilgacha dunyodagi olim va tadqiqotchilar bu kitobning birmu nusxasini topolmaydi. Lekin bu kitobning bizgacha yetib kelgan birdan bir nusxasi aslida Osman imperiyasi, ya'ni 1299 dan 1922 gacha ning burunqi moliya ministri Nazif apandining kitoblarining ishida bor bo'lib, Nazif apandi garchi bu kitobning turk tili va madaniyati uchun qanchalik qimmatli bir kitob ekanligini bilmasmi, har holda qimmatli bir kitob ekanligini faraz qiladi. Bir kuni Nazif apandi ishlaydigan bir ayolni chaqirib, 5-chi kun tushganda bu kitobni opirib 30 oltin liraga sotqin. Hargizmi uningdan arzon sotquchi bo'lma, deydi. Bir mezgildan keyin 5-ga eg'ir kun tushgan bu ayol sahoflar bozoridagi kitob purush Burxon apandining yiniga opirib, bu kitobni 30 oltin liraga setib berishni aytadi. Burxon apandi u kitobni yuqori bahoda setib, yaxshiroq foyda olarman degan umidda Muarif ministri Amrullah apandining oldiga ilib boradi. Ministerlikdagilar kitobni ilib qilib, bir hafta o'tganda 10 lira deb baho qo'ydi. Burxon apandi kitob bahosining 36 lira ekanligini aytganda, ministerlikdagilar biz 36 liraga bir kutubxona setib olamiz deb kitobni Burxon apandining qo'liga tutqizib qo'ydi. Dal shu kunlarda ömrini va mol dunyosini, tarixiy kitoblarni yig'ib to'plashga atagan Eli Amri apandi, ya'ni 1857 dan 1924 gacha kelib, Burxon apandidan odati bo'yicha yana ko'n kitoblarning bor yo'qligini so'raydi. Burxon apandim uningga biror qor ahvollarni tushundirgandan keyin heliqi kitobni ilib ko'rsatdi. Eli Amir apandi Türk tili divonini ko'rib, hushidan ketgili tasli qoladi. Chunki uning qo'lida dunyoda tangdoshsiz bebaho angushtar Türk tili divoni turadi. Shunda qilib Türk tili divoni ajoyib agri to'qay jarayonlardan keyin Eli Amir apandi tarafidan 36 liraga setib olindi. Shunda qilib Mahmud Qashqarining Turki tillar divoni ismli bu asrini yozilgan vaqtidan 850 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin mashhur tilshunos Rifat apandi, Talat Pasha, ya'ni 1874 dan 1921 gacha larning xizmat ishlashi bilan 3 yil vaqt sarf qilib 3 tomga ayirib 1915-1917 yillari asl nom bo'yicha
İstanbulda nashr qilindi. Türk tili divani nashr qilingandan keyin butun dunyodagi turkloklarning diqqatini jalb qiladi. 1980-yillarning beshida Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqiy Turkistonning tilshunos, mutaxassis olimlari kuch tashkillab, Uyg'ur olimlaridan Mulla Abdulhamid Hoji Yusufi, Abdurahim O'tkir, ya'ni 1923 dan 1995 gacha, tilshunos Ibrohim Mut'i, Abdusalom Abbas, tilshunos Mirsulton Osmon, ya'ni 1929-yili tug'ilgan, Sobit Ro'zi qatorliq olim va adiblarimizning jafoliq ajr singdirishi bilan Turk tili divonining hozirgi zamon Uyg'urcha nusxasi, Turk tili divonining 1941-yili Besim Atalay tarafidan Anqarada nashr qildirilgan. Foto surat nusxasi asosida nashrga tayyorlanib, 1981-yilidan 1984-yilgacha hamma qismi xalq nashriyoti tarafidan orqa-orqadan nashr qilingan. Mana bu Uyg'urlarning buyuk olimi Mahmud Qashqari yezib qoldirgan o'lmas asar. Turk tili divonini ko'rish fursatiga erishgan vaqtidir. Mahmud Qashqari sizgan dunyo xaritasi. Mahmud Qashqarining bugungi kunimizdan 950 yil burun yer sharining yumaloqligini tunji bo'lib his qilganligini o'zi sizgan doirasidan bilib olishga bo'ladi. Mahmud Qashqari Turk tili divonida sharqiy xalqlar joylashgan keng diyorni yer yuzining yumaloqligi uqumi bo'yicha Balasog'unni markaz qilib turib, qiyosan xarita qilib sizib bergan. Yumaloq shaklda sizilib, avtorning o'z tili bo'yicha doira deb atagan. Bu xarita Osiyoning shu kamgacha yetib kelgan eng mukammal va eng qadimki xaritasi bo'lib hisoblanadi. Buningda tog'lar, dengiz, daryo va ko'llar oddiy va geometriyalik shaklda ifodalangan. Muhim shahar va qabilalarning joylashgan o'rinlari ko'rsatilgan. Xaritaning atrofida sharq, g'arb, shimol, janub taraflar aniq qilib sizilib, ismi yozilgan. G'arbda Edil bo'ylari, ya'ni Qibchoqlar va Frankliklargacha, g'arbiy janubda Habishistongacha, janubda Hindiston, Sint, ya'ni Fransiya, Gollandiyagacha, sharqda Yajuj, Majuj diyori Xitoy o'z ichiga ilingan. Xaritada ko'rsatilgan ba'zi shaharlarning ismi yozilmay qolgan ahvollar va ba'zi xatoliklar bo'lsa-mu, Mahmud Qashqari sizgan bu xarita yanada buningdan 1000 yil burunqi davriga nisbatan favqulodda bir ahvoldir. Yaponiyaning tunji xaritasi bir Yapon tarafidan 14-asrda sizilgan bo'lib, Yaponiya dunyo xaritasiga 15-asrda kirgizilgan. Biz agar bu ahvollarga qaraydigan bo'lsak, Mahmud Qashqarining dunyo xaritasida garchi ba'zi nuqsonlar bo'lsa-mu, Uyg'urlarning Yaponiya va dunyo taraqqiyotidan 3 asrdan 4 asrgacha burun taraqqiy qilganligini ko'rib olaymiz. Mahmud Qashqarining o'z qalbiga pukkan ulug' orzu-armonlari reallikqa aylanadi. Lekin yeshining cho'ng'iyishiga agishib, nihoyatda uzunga so'zilgan bu musofirchilik hayotida uning qalbidagi vataniga bo'lgan seg'inish o'ti borgan sari kuchaydi. Uning ko'zlaridan kechi-kechilab oqqan yoshlarini faqat bir Alloh, bir o'zi biladi. Olimning vatanidan ayrilganiga 23 yil bo'lgan edi. Bu vaqtlarda Qaraxoniylar davlatidagi qalaymaqonchiliklar oxirlashib, bir qancha yildan keyin podshoh Abdujalil Kashfari elchilarni Bag'dod xalifasi bilan
do'stlik o'rintish va xon urqi Mahmud Qashqarini qaytirib elib kelishga avatidi. Mahmud Qashqari 1080-yili Qaraxoniylar dövletidan kelgan elchilar bilan birga Bag'doddan Qaraxoniylar dövletiga qaytib keladi. U Qashqarga qaytib kelgandan keyin o'z yurti Opalga makonlashgan ham Opalning uzoq degan yerida Madrasi Mahmudiya nomidagi madrasani bino qildirgan. Kishilar tarafidan Hazrati Mollam, ya'ni bilimga huddigar pirim degan sifat bilan 10 yil atrofida mudarrislik qilgan. Olam shumul Uyg'ur olimi, Türk tili divonining muallifi, donliq tilshunos, turklug, Qaraxoniylar davlatining shahzodasi rahmatlik Mahmud Qashqari 1105-yili 97 yoshlarida vafot bo'lgan. Olim madrasaning Sultonbog' bilan Takiyagoh degan joyning shimol tarafiga dafn qilingan. Olimning qabrisi 1948-yillari bir qatim xalq tarafidan remont qilingan. 1970-yillari tajovuzchi Xitoy hokimiyati tarafidan og'ir darajada buzg'unchilikqa uchragan. 1984-yili qaytadan yasalgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif, Ilm va Madaniyat Tashkiloti 2008-yilini Mahmud Qashqari tug'ilganligining 1000 yilligi munosabati bilan Mahmud Qashqari yili deb e'lon qildi. Turkiya Yevro Osiyo, ya'ni O'rta Osiyo yozuvchilar birligi 2008-yilini turk tilining tunji lug'atini yozgan buyuk olim Mahmud Qashqari tug'ilganligining 1000 yil bo'lganligiga atab Mahmud Qashqari yili e'lon qildi. Yevro Osiyo yozuvchilar birligi Mahmud Qashqarining texnicha tepilmagan Kitobi Jahurun Nahvofi Lug'atin Turk nomli grammatik kitobini topgan kishiga 1000 oltin mukofot berishni qaror qilib e'lon chiqardi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif, Ilm va Madaniyat Tashkiloti 2008-yilini Mahmud Qashqari yili deb e'lon qilgandan keyin bu haqdagi tunji faoliyat Turkmanistonning poytaxti Ashxobodda chaqirildi. Turkmaniston Milliy meros idorasi bilan Ma'rif ministerligi o'rtoqlashib 2008-yili 2-oyning 21-22 kunlari Türk logining qurg'uvchisi Mahmud Qashqari mavzuliq xalqaroliq ilmiy muhokama yig'inini chaqirgan. Bu ilmiy muhokama yig'iniga Amerika, Yevropa davlatlari, Turkiya va Turkiy Cumhuriyatlaridan bo'lib 150 turklog qatnashgan. Minglarcha afsuski, Xitoyning ishg'oli ostidagi Sharqiy Turkistondan bu buyuk olimni xotirlash uchun Uyg'ur turkloglardan birarsimi kelolmagan. Bugun Turk tili divonining birdan bir nusxasi İstanbuldagi Millat kutubxonasida saqlanmoqda.